haqiqiy psixolog o'zi aslida kim va qanday bo'lishi kerak? Psixologga borsa, bu psixologlar zamonaviy folbin ekan. Hamma asabiylashgan yoki asabda, nervni, psixozda bo'lgan insonlarga umuman olganda hammaga hozir psixolog kerak deyishadi. Ha, lekin shu yerda shuni ham aytib o'tish kerak. Bu ozgina noto'g'ri tushuncha. Hammaga emas. Mijozda ham shunaqa bir ba'zan tushuncha bo'ladiki, bitta psixolog menga yordam bera olmadi, demak, bo'ldi, menga hech kim yordam bera olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Izlaning, o'zingizni psixologingizni topmaguningizcha izlaning. Inson transformatsiyasiga, inson o'zini o'zgarishiga, inson to'g'ri qaror chiqarishiga psixolog yo'naltirib beradi. Va boshqalarga zarar bermagan holda shuni aytishimiz kerak. Albatta. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun ajoyib mavzuda, ya'ni psixologiyani hayotdagi o'rni haqida gaplashamiz va mehmonim Parizoda Kurahmetova, O'zbekistonda yagona supervizor, gipervizor va oliy toifali psixolog, seksolog hamda oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspert va mentor bo'ladilar. Assalomu alaykum. Rahmat taklifingiz uchun. Rahmat sizga ham kelganingiz uchun. Xursandman bugungi podkastingizda mehmon bo'lganimga. Rahmat, biz ham xursandmiz. Men Umida Agzamova, psixolog hamda gipnoterapeut, NLP bo'yicha mutaxassis va oilaviy munosabatlar bo'yicha mutaxassisman. Bugun biz ajoyib mavzu haqida gaplashmoqchimiz. Bu mavzuyimiz psixologiya haqida. Ya'ni psixologiya hozirgi vaqtda qanchalik muhim, uni o'rni, uni vazifalari va haqiqiy psixolog o'zi aslida kim va qanday bo'lishi kerak? Yana bir mavzu bu shuni ichida qo'shilib ketadi. Psixologlar bilan psevdo psixologlarning farqi haqida ham. Bu juda ham dolzarb mavzu, juda ham aktual mavzu, chunki siz bilasiz, biz tajribamizda juda ham ko'p umuman olganda amaliy psixologiyani noto'g'ri tushunganlari uchun, noto'g'ri qabul qilayotganlari uchun ham insonlarning ichida, oilasida har xil nizolar kelib chiqyapti. Ya'ni haligacha mana bugungi kunda mijozlarimiz kelsa, qayerdadir yashirib, qayerdadir ikkilanib kelishadi. Ya'ni psixologga borish bu xuddiki psixiatrga borishdek. Ya'ni odam ruhiy kasal bo'lsa, psixologga boradi deb o'ylashadi. Shunaqa, o'zimda ham bo'ladi, mana kelishadi mijozlar, uyimdagilar bilmaydi, etmadim, erim bilmaydi, qaynonam bilmaydi. Nimaga? Chunki ular ruxsat bermaydi. Psixologlar ajrashtirib yuboradi, psixologlar yo'ldan uradi yoki bo'lmasam psixologga borgandan keyin o'zgarib qoladi. Ya'ni bizaga qulay bo'lmay qoladi deb o'ylashadi. Shuning uchun bekitib kelishadi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Keyin yana shunaqa holatlarni eshitaman. Psixologga borsa, bu psixologlar zamonaviy folbin ekan. Ya'ni biz shuncha yildan beri o'zgarmay turgan narsani bizning bitta qaburimizga kelish bilan biz hammasini o'zgartirib, boshqacha teskari ishlaydigan qilib chiqarib olar ekanmiz. Sizda ham shunaqasi bo'ladimi? Albatta, yana folbinlikni yana bitta shunaqa deb o'ylashlarni bitta ko'rsatkichi. Menda shunaqa bo'lgan, oldimga kelganlardan masalan ismingizni, ismini, yoshini so'rasam agar, meni goroskopim so'ramaysizmi? Yoki o'zi ish boshlagandan keyin, xo'sh, qani aytingchi, menda nima? Menda qanday? Ya'ni fol ochib, ugaday меня deydi-ku, va shunaqa ravishda aytishadi, men aytaman, bilmayman. Ya'ni mana shu yerda aslida inson amaliy psixologiyada, ya'ni amaliy psixolog har bitta qilinadigan gipotezasi, har bitta aytiladigan tavsiyasi faqatgina mijozni aytgan gapidan tuzilib, aytgan gapidan kelib chiqqan holda shakllanishini bilishmagani uchun ham hech qachon haqiqiy psixolog yo'q joydan, masalan, mijoz aytmagan narsasini yoki yo'q joydan gipoteza tuzmaydi. Gipoteza bu taxmin qilish. Uni holati lotincha so'zdan olingan taxmin qilishda, ya'ni mijozni aytgan gapidan analiz qilgan holda, uni har xil o'zini ichki vaziyatlaridan, ichki nizolaridan kelib chiqqan holda albatta o'rganib, analiz qilib keyin qandaydir tavsiyasini beradi, avvalambor diagnostika qiladi. Mana shuni bilmaganlari uchun ham qanaqani siz topingchi, ichimdagini top degandek gap bo'lib qoladi. Ya'ni shuning uchun ham mana shu yerda bilishlarini istagan bo'lardimki, hech qachon psixolog u mana eshitmagan narsasini yoki bilmagan narsasidan kelib chiqqan holda sizda aslida bunday yoki mana bunday deb aytmaydi. Buni gipoteza, diagnostika faqatgina o'sha mijozi aytgan gaplaridan yig'ilib, tuzilib, to'g'ri analiz qilib, ya'ni uni ildizi qayerdan kelib chiqayotganini taxmin qilgan holda o'shandan keyin aytadi.
to'g'ri, men ham qo'shilaman sizni fikringizga. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchi edim. Men aytaman-da, bizani oldimizga mijoz kelganida, aslida mijozni yaxshilab kuzatsa, psixolog, haqiqiy psixolog kuzatishni ham bilish kerak. Kuzatsa, mijoz o'zini tana harakatida, endi baribir NLP'shnikimanda o'shanga harakat qolaman. Albatta. Gap so'zlarida, mimika, intonatsiyasida o'zi muammosini aytib turadi. Eng qizig'i javobi ham o'zida. Faqat u hali anglab yetmadi. Bizning vazifamiz shuni ilib olish va o'zidan javobini chiqarib berish. Albatta. Bir kun shunaqa bo'ldi, menga telefon qilyapti bittasi, men deydi, erimni rasmini deydi, tashlab yuboraman, siz ko'ring deydi, deydi, shunaqa qilingki deydi, meni erim sevib qolsin. Men aytdim, kechqurun tashlab yubor rasmini dedim. Nimaga dedi? Oyga qarab o'qib chiqaman dedim. Shunaqa qilsa bo'ladi deydi. Ishonib. Ishonyapti deb hazillashdi. Men aytdim, "Ey inson, nima degani bu? Men rasmini nima qilaman deyapman. Keyin qanaqa biz boshqa odam uchun javob beramiz?" Bu eringni xohishi va sani shunga harakating. U sirlarni o'rtanglardagi munosabat. Biz faqat kelgan inson bilan ishlaymiz. Kelmagan inson bilan ishlamaymiz. Bizda folbinlik yoki suv qiladigan yoki sehrli tayoqcha anaqasi yo'q deyapman-da. Mana shunaqa deb o'ylashadi odamlar. Albatta. Va mana shu yerda qo'shimcha qilib ketmoqchiman Umida. Aslida mana siz aytgan narsangizni ham yana bir o'sha qo'shimchasi insonni o'zida bo'lgan javobini, xulq-atvoridan kelib chiqqan holda birinchidan uni fokusini to'g'ri yo'naltirish. Psixologning vazifasi ko'prikcha bo'lib, o'zini resurslariga qaratib, o'sha fokusini o'zini ichidagi bo'lgan kuchiga qaratish bu bir. Ikkinchi faktor bu har bitta psixologda kuchli emotsional intellekt rivojlangan bo'ladi. Ya'ni mana empatiya deb aytamiz, to'g'rimi? Ya'ni o'sha o'tirgan odamni haqiqatan ham xatti-harakatlaridan, ko'zlaridan, hattoki nafas olishidan ham biz bilishimiz mumkin uni holatini. Holatini, ichki holatini, qanday emotsiyada bu. Bu mo'jiza emas, bu faol ochish emas. Bu shunchaki emotsional intellekt. Emotsional intellektni bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham, hamma yoqda shunchaki bitta kitobni o'qib ham o'rgansa bo'ladi. Odam doim o'zini ustida ishlashi kerak. Odamning o'zini ichki potensiali bo'ladi. Shunchaki o'zi umuman olganda emotsional intellekt, emotsional hissiyot, ya'ni-da shu narsa o'zi oldindan yaqinda chiqqan. Bu 90-yillarda oxirida chiqqan o'zi termin hisoblanadi va bugungi kunda hattoki butun dunyodagi kuchli korporatsiyalar hozir IQni emas, balki EQni, emotsional intellektni birinchi o'ringa qo'yishadi va ham psixologlarda mana shu narsa o'rgatiladi, shakllantiriladi, rivojlantiriladi. Nega? Chunki mijoz bilan ishlayotgan paytda uni holatiga qarab, xulq-atvoriga qarab, gapirayotgan so'zlariga qarab, mana bular hammasi yig'ilib, o'shandan gipoteza tuzilib, keyin o'sha rekomendatsiyalar, ya'ni tavsiyalarga o'tiladi. Men endi oddiyroq tilda tushuntirib bermoqchiman. Shu bilishlari uchun aytyapman. Shu uchun ham qo'shimcha qildim. Oddiyroq tilda qanaqa bo'ladi? Emotsional intellekt haqiqatan hozirgi paytda kuzatilsa eng uspeshni, ya'ni omadli, boy insonlar, muvaffaqiyatga erishadigan insonlarda mana shu IQ dan ko'ra, ya'ni intellektda, aqliy intellektdan ko'ra EQ, ya'ni emotsional intellekt yuqori ekan. Ya'ni emotsional intellektimiz qancha baland bo'lsa, biz shunchalik muvaffaqiyatli bo'la olar ekanmiz. Bu esa faqatgina psixologga emas, umuman butun jamiyatga kerak. Psixologda bu bo'lishi muhim shart. Chunki biz insonlarni kayfiyati, hissiyoti, ularni qalbi bilan ishlaymiz. Bu muhim. Xo'p, emotsional intellekt oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, bu bir-birimizni tushunishimiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, bir-birimizdan ko'zimizga qarab o'qib olishimiz deyishadi. Ya'ni ko'zimga qarab tushunyapti nima xohlashimni. Shu narsa psixologda yaxshigina rivojlangan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi davaychi biz keyingi muhim mavzuga qaytaylik. Ya'ni psixologiyani hozir insonlar hayotida qanchalik muhimligi. Nima deysiz bu haqida? Mana gap boshlashimdan oldin shuni ham aytib o'tishim kerakki, shunaqa bir stereotip bor, bugungi kunda hamma asabiylashgan yoki asabda, nervni, psixozda bo'lgan insonlarga umuman olganda hammaga hozir psixolog kerak deyishadi. Lekin shu yerda shuni ham aytib o'tish kerak. Bu ozgina noto'g'ri tushuncha. Hammaga emas. Bor shunaqa insonlar o'zini psixikasi adaptiv, o'zi ham o'sha emotsional intellektidan kelib chiqqan holda o'zini yaxshi tushungani hisobiga, obyektiv fikrlash qobiliyati baland bo'lgani hisobiga qaysidir vaziyatlardan o'zi ham chiqib keta oladi. Yana bitta noto'g'ri fikr bu juda ham asabda bo'lgan, o'zini tushunmaydigan insonlarga psixolog kerak.
Bu yerda ham men qo'shilmagan bo'lardim. Psixologlar avvalambor nafaqat asabiylashgan insonlar bilan To'g'ri, mana ishlashadi. shuni aytgandim. Birinchidan shuni aytib o'tish kerakki, psixologlar avvalambor sog'lom insonlar bilan ishlaydi. Ozgina qayerdadir nosog'lom, ayniqsa ruhiy nosog'lom bo'lgan insonlar bilan psixolog hech qachon ishlamaydi. Chunki psixolog, mana avvalambor psixiatr, psixoterapevt, keyin psixolog ketadi. Har bitta o'zini hurmat qilgan psixolog agar uni ro'parasidagi bo'lgan mijozda qanaqadir ruhiy yoki aytaylik asabiy noadekvat reaksiya yoki noadekvat xulq atvor ekanligini tushunsa, avvalambor u organikasini topshirishi, ya'ni uni qanaqadir fiziologik yoki qanaqadir meditsina tomonidan hech qanaqa diagnozi yo'qligini aniqlash uchun psixoterapevtga ham yuboradi. Ya'ni o'sha yerda asab kasalligini kuzatayotgan bo'lsa-da, psixoterapevtga yuboradi. Psixoterapevt u ham sog'lom insonlar bilan, faqat o'zini anglaydigan sog'lom insonlar bilan ishlab, dori-darmon bilan birgalikda davolash huquqi bor. Ruhiy nosog'lom insonlar bilan esa psixiatr ishlaydi. Inson o'zini ichki nizosini tushunishi uchun, o'zini psixotravmalarini tushunishi uchun, bolalikdagi bo'lgan travmalarni tushunishi uchun, biznesda bo'layotgan o'sha muammolarni tushunishi uchun bu shunchaki psixolog obyektiv nazar bilan xuddi shu muammosiga yo'naltirib boshqa tomonlama ko'rishni o'rgatib beradi. Ko'prikcha bo'lib beradi. Lekin bu yerda yo'q, umuman hammaga kerak emas degan gapga qo'shilmagan bo'lardi. Men ham qo'shimcha qilib ketaman, shu yerda hozir oddiy tilda. Siz oddiy tilda ayting. Chunki bizlarni kuzatuvchilar hammasi psixolog emas, ba'zi terminlarni tushunmasligi mumkin. Albatta. Psixolog haqiqatdan kerak aslida. Keyin ko'pchilik o'ylaydi, to'g'ri, faqat asabiylashganga yoki o'zidan ketyapti, o'zini boshqaraman. Yo'q, aslida asabiylashmasdan, lekin ishingizda muammo ketyapti, qanaqa chiqishni bilmayapsiz. O'sha paytda ham psixolog bilan gaplashadigan gaplar bor. Ba'zan bo'ladi, oilaviy munosabatlarda nimadir bir-biringizni tushunmayapsiz. Bu paytda ham psixolog kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'p muammolar yuzasidan kelib chiqadigan holatlarda psixolog kerak bo'ladi. Keyin yana bir narsa, men o'zim hal qilaman. Menga psixolog kerak emas deydiganlar ham chiqadi. Men shu joyda aytaman, inson jamiyat ichida rivojlanadi. Karl Gustav Jung aytadi-da, insonni miyasida shunday burchaklar bor, buni inson o'zi ko'ra olmaydi. Ya'ni biz o'zimiz bilmaymiz. Biz o'zimizni nimani faqat o'zimiz xohlaganini ko'ra olar ekanmiz-da, ko'rishni istamaganimizni biz eshitishni ham xohlamaymiz, ko'rishni ham tan olishni umuman. Yo'q, men unaqa emasman deymiz-ku. Lekin atrofdagilarga ko'rinib turadi bizda nima borligi, to'g'rimi? Shuning uchun baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizga mutaxassis kerak. Masalan, qarang, tishimiz og'risa biz tish doktoriga boramiz, to'g'rimi? Oyog'ingiz og'risa travmatolog deylik, suyagi og'riyapti, travmatologga borasiz. Boshingiz og'risa nevropatolog. Lekin biz boshimiz og'riganda biz nevropatolog emasda stomatologga bormaymiz. Lekin hissiyotlar bilan muammo bo'lganida-chi, bunda biz hissiyotlar bilan ishlaydigan psixologga, ya'ni mutaxassisga boramiz. Bu tabiiy holat va psixologga borish bu uyat emas. U psixiatriya ham emas-da, masalan, jini bo'lib qopti deb o'ylaydigan. Biz aqlan sog'lom inson bilan ishlaymiz. Yana bir narsa, agar siz o'zingizda muammoni anglayapsizmi, to'xta, men bitta menda xato ketyapti yoki men bitta o'zim boshqara olmayapman, ya'ni hissiyotim boshqara olmayman, demak hali anglab turibsizmi, unda psixologga borsa bo'ladi. Agar siz buni anglay olmay qolsangiz, demak уже siz psixolog emas, уже psixiatrga o'tadigan bo'lib qolasiz. Chunki mana shu narsa muhim hisoblanadi. Keyin endi somatsenka bizada muhim, o'zimizga bo'lgan baho. Bizaga ishlarimiz yaxshi bo'lib turibdi, munosabatlar yaxshi, o'zimizga bo'lgan baho nima bo'ladi? Stabilniy tepada turadi. Ba'zan lekin shunday holatlar bo'ladi. Nimadir vaziyat, kutilmagan vaziyatlar, biz istamagan holatlar. Va o'sha paytda bizada somatsenkamiz tushar ekanda. Bu tabiiy holat o'sha payt. Psixologga qachon boramiz? Qachonki o'sha o'zimizga bo'lgan baho tushgan paytida. Psixolog o'shanda ham yordam berar ekan, shuni ko'tarib berish. Aslida bor bizada. Shunchaki biz ko'rmayotgan qobiliyatlarni, holatlarni ko'tarishga yordam berar ekan. Mana shu joyi ham muhim bo'ladi. Xo'p, endi mana jamiyatda psixologlar qanchalik yordam bermoqda va qanchalik hozirgi jamiyatning fikri bilan ba'zi bir jamiyatni deylik, hammamiz zarar bermoqda. Shu haqida ham gaplashaylik. Shu gapni boshlashdan oldin yana qo'shimcha qilmoqchiman. Umida, shuni ham aytib o'tish kerakki, odam o'zini ichki muammolarini doim ham ichki muammolariga yoki qanaqadir emotsional holatiga to'g'ri baho bera olmaydi. Nima uchun? Ong ostini bir shunaqa hislati bor, himoya qilish mexanizmlari ishlab qoladi.
qiladi va nima deydi, menda hammasi yaxshi. Shunaqa. Menga hech kim kerak emas, men o'zim Rad qilaman. Men mana shu rad etish jarayoni bor va mana shuni ham aytib o'tish kerakki, aynan shunaqa deydigan insonlarga ayniqsa yordam kerak deb aytaman-da. Chunki o'zi obyektiv inson hech qachon tashqaridan turib o'ziga to'g'ri baho bera olmaydi. Shuning uchun ham buni to'g'ri tushunish kerak. Qachon psixologga muhtojman deb deyishingiz mumkin? Qachonki mana hayotingizda qaysidir vaziyatlarda his qilyapsizki, o'zingizni boshqara olmayapsiz va bundan qanday chiqib ketishni tushunmayapsiz. Har xil juda ham ta'sirchan bo'lib qolyapsiz va tushunyapsiz ta'sirchanligingizni, lekin nima qilishni, nimaga urg'u berishni, nimadan boshlashni bilmaganingizda. Ayni mana shunaqa vaziyatlarda psixolog sizga shunchaki mana shu holatingizni sababini, nimadan kelib chiqayotganini va natijada qanday bo'lib qolishini ham tushuntirib beradigan inson. Shunchaki buni to'g'ri qabul qilish kerak, to'g'ri qarash kerak bunga va obyektiv nazardan kelib chiqqan holda psixologga sizni holatingizga baho berish osonroq. Chunki siz baribir ham kelganingizda uni analizi uchun oilangizni gapirib berasiz, holatingizni gapirib berasiz, qachon bu boshlanganini, qaysi vaziyatlardan keyin, ko'p holatlarda qaysidir vaziyatlarda biz bilmagan holda bizga shunaqa ta'sir o'tkazishi mumkin. Sizni o'sha himoya qilish mexanizmi o'sha paytda yutadi. Siz sezmaysiz ham. Lekin xuddi shu narsa keyin kimnidir hayotida, qaysidir joylarda har doim takrorlanib trigger qiladigan bo'lsa, siz o'zingiz bilmaysizki, o'sha qachonlardir bo'lgan vaziyat sabab siz hozir holatingiz qanaqadir noadekvat. Jahlingiz chiqadi, xafa bo'lishingiz mumkin, aybdorlik hissi uyg'onishi mumkin. Ha, chunki ong o'sha payt o'sha himoya qilish mexanizmi chiqarib yuboradi o'sha paytda. Siqib chiqaradi. Buni vытеснение, proses vытеснения deb aytamiz. Shuning uchun ham mana shunaqa narsalarni siz tushuna olmaysiz ham. Chunki bilmagansiz, eshitmagansiz. Ha, qayerdadir biz hozir mana shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda gaplashamiz, targ'ib qilyapmiz, da'vat qilamiz, o'zingizni anglang, o'zingizni kuzating deb aytamiz. Lekin doim ham inson bu narsani obyektiv ravishda o'zi qila olmaydi. Chunki esda tuting, har doim sizni himoya qilish mexanizmlaringiz doim bu narsani chiqarib yuboradi, o'sha emotsional holatingizni siz ushlab turadi. Chunki komfort zona sizni ong ostingiz uchun bu norma, shunaqa bo'lishi kerak deb. Chunki ongda to'g'ri yoki noto'g'ri degan tushunchani o'zi yo'q, filtr yo'q. Mana shu filtrni sizga psixolog ko'rsatib berishi mumkin. Endi siz so'ragan savolingizga, ya'ni qanchalik bugungi kunda to'g'ri yoki noto'g'ri psixologlar deysizmi? Ya'ni ha, haqiqatan ham nima uchun bugungi kunda urg'uni diplomga qaratishyapti va meni xursand qilayotgan narsa shuki, mana fevralda bizlarda psixologlar haqida qonuniyatimiz ham chiqdi. Ya'ni endi va nihoyat psixologlarni nazorat qilish organlari bor va bu zo'r aslida. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, hamma diplomi bor insonlar psixolog ham degani ham emas. Nazariy psixologiya bilan amaliy psixologiyani farqi juda ham katta. Chunki nazariy psixologiya bu faqat odamlarning ustida har xil amaliyotlar o'tkazib, testirovание deymiz, diagnostika deb, ular aynan nazariyani tuzib berishadi-da. Lekin teoriyalarni nazariya deb aytamiz, shu narsalarni tuzib berishadi, kitoblar yozishadi, ilmiy ishlar qilishadi. Lekin amaliy psixologiya bu juda ham boshqa narsa. Inson bilan ishlash, insonni xarakteristikasi, insonni xulq-atvori, mana bu amaliy psixologiyada kamida, mana mijozlar bilan ishlashda kamida 500 soat praktika bo'lishi kerak. Bu 500 soatning ichiga nimalar kiradi? 500 plus deymiz, 512, hozirgi kunda 570. Ha, boshlandi. Ha, shuni ham aytib o'tish kerakki, sizni institutda o'qiyotgan darslaringiz ham, soatlaringiz uni ichiga kiradi. Chunki o'sha paytda siz ham qayerda o'zingiz ustingizda ishlaysiz, psixologlar bilan ishlaysiz, boshqa qilasiz. Bu ham sizni tajribangiz. Lekin o'sha tajribani endi o'sha amaliyotda ishlatish ham juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bizni hozir kuzatayotgan mijozlarimizga shuni ham tavsiya qilgan bo'lardimki, bilingki, sizda har doim psixologingizdan uni tajribasini, uni necha yil ishlayotganini, necha soat ishlaganini, necha soat superviziya o'tganini hammasini bilishga haqqingiz bor. Juda ko'p holatlarni kuzatganman superviziyada. Mana psixologdan kimdir siz qayerda ishlagansiz, qayerda o'qigansiz, tajribangiz necha yil deb so'rashsa, uni xafa qiladi. Nima bu, meni ishonmayaptimi bunga, nima bu, meni tekshiryaptimi deb o'ylashadi. Vaholanki har bitta mijoz sizni tanlashingizdan oldin siz haqingizda ma'lumotga ega bo'lishga haqqi bor.
va siz majbursiz unga shu narsani aytishga. Chunki bu qoidasi shunaqa. To'g'ri. U sizga kelib ishonadi ertaga o'zini sirini, siz umuman sir saqlashni bilasizmi? Qayerda ma'lumot olgansiz? Qanaqa tajriba orttirgansiz? Mana shu narsalarni bilishga haqqi bor. Shuning uchun ham har bitta psixolog bu narsadan qo'rqishi kerak emas ham. Ochiqchasi o'ziga ishongan psixolog. Ha, o'ziga ishongan psixolog bu narsani hech qachon bundan qo'rqmaydi ham. Shuni ham aytib o'tishim kerakki, mani oldimga mana endi konsultant bo'layotgan, endi mana bitirib, endi o'sha jarayonga kirayotgan psixologlarda shunaqa bir xijolatli tuyg'u bor. Ya'ni, mani tajribam 1 yilgina-ku, tam kam bo'lsa, gap unda ham emas. Har bir soatingiz bitta mijoz bilan ishladingiz, bu sizni tajribangiz. Demak, siz уже inson bilan ishlashni bilasiz deganida. Bu albatta kam-kam yig'ilib daryo bo'lur. Tajriba mana shunday orttiriladi. Etishdan uyalmaslik kerak, bekchi. Albatta, chunki men doim aytaman, har bitta psixologning o'zini mijozi bor, har bitta mijozning supervizori bor yani. Supervizor bu alohida mavzu, must have. Bo'lishi shart ham. Men ham shart. Ha, o'zini hurmat qiladigan psixolog doim superviziyadan o'tishi kerak. Men haligacha bugungi kunda 20 yilga qarab ketyapman, tajribamda har oyi superviziyadaman. O'zim supervizor, gipervizor bo'lib turib, chunki issiq jonimiz, har xil ta'sirchan jarayonlar bo'ladi, oilamiz bor, bizlarning emotsional holatimiz o'zgarib turishi mumkin. Psixolog har doim o'zini emotsional holatini nazoratda ushlashi kerak va mana shu emotsional holati mijozga ta'sir qilmayaptimi? Mijoz bilan ishlashda men o'zimni emotsional holatimdan kelib chiqmayapmanmi degan narsani aniqlash uchun superviziya kerak. Bu alohida mavzu. Superviziya haqida bitta podkast olamiz siz bilan. Endi mana shu yerda shuni ham aytib o'tish kerakki, har bitta mijozni o'zini psixologi bor. Chunki men ko'p holatlarda shunga ham duchor bo'lganman. Qayerdadir bir marta psixologning oldiga borib, tilini topa olmadi. Yordam bera olmadi. Bundan ko'p psixologlar mana mijozi bir marta kelib qaytmaganidan keyin psixologlar ham xafa bo'lishadi-da. Ya'ni, demak men yomon psixologman deb o'ylashadi. Bu gap ham noto'g'ri, chunki bu siz psixolog yomon degani emas, shunchaki mijoz sizni yuzingizda unga qayerdadir ko'ra olmadi. Bu bir tarafdan shuni ham aytib o'tish kerakki, psixolog ham majbur emas aslida mijoz eshitmoqchi bo'lgan gaplarni aytishda. Yo'q, shunchaki siz bir-biringizga to'g'ri kelmadingiz, bu okey. Lekin mijozda ham shunaqa bir ba'zan tushuncha bo'ladiki, bitta psixolog menga yordam bera olmadi, demak, bo'ldi, menga hech kim yordam bera olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, izlaning, o'zingizni psixologingizni topmaguningizcha izlaning. Shuning uchun ham mana bu yerda qanchalik hozirgi kunda psevdo psixologlar bor, har xil diplomlarni olib, har xil sertifikatlarni olib, o'zini psixolog yasab olganlar juda ko'p. Lekin endi buni nazorat qilish bizni kompetensiyamiz emas. Xudoga shukr, bugungi kunda qonun endi bu yog'iga ishonchim katta, filtrni o'zi ketadi. Psevdo psixologlar har doim sizga, mana shaxsan meni fikrimda, biz mana superviziyalarda shuni doim aytamiz. Birinchidan, agar mana siz o'zingiz mijoz bo'lib turib, psevdo psixologni qanday ajratishingiz mumkin? Birinchidan, psixolog sizga maslahat berishni boshlasa. Vaholanki psixolog hech qachon maslahat bermaydi, u shunchaki tavsiya berishi mumkin. Ya'ni tanlov doim sizni o'zingizda. Yo sizni qutqarishni boshlasa, bunday qilsang to'g'ri, bunday qilsang noto'g'ri. Hech kim bilmaydi qanday to'g'ri, qanday noto'g'ri ekanligini. Juda ham ko'p konsultatsiyada o'zi haqida gapirishni boshlasa. Bu deganiki, o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda, o'zini emotsional holatidan kelib chiqqan holda sizni oldingizni o'zini ko'tarmoqchi bo'lsa agar, juda ham ko'p sizni hayotingizga aralashsa, konsultatsiyadan tashqari, bu mumkin emas. Buni o'zini etik qoidalari bor. Hech qachon mijoz o'zi yozmaguncha, mijoz o'zi so'ramaguncha psixolog hech qachon o'zi telefon qilib surishdi. Bu deganiki, demak, psixologda subyektiv qiziqish ketyapti. Nima bo'ldi ekan? Men yordam berdimmikin degan narsalar bo'ladi. Bu psevdo psixologlar. Keyin o'zini yo'nalishini aniq lo'nda gapira olmasa agar, masalan, siz kelyapsiz, aytayapti, siz qaysi yo'nalishda psixologsiz? Agar psixolog, men hammasida, xohlang, ustasiga farqi yo'q, men hammasini bilaman deydigan bo'lsa, har bir sohadan bir shingil bo'lib, bu ham noto'g'ri. Ya'ni mana shunaqa narsalar. Keyin albatta endi qonun tomonidan o'sha anaqa moddiy tomonda oladigan bo'lsak agar, materialniy narsalar, ya'ni sizga diplomini ko'rsatayotgan bo'lsa, qayerda o'qiganini aytgan bo'lsa, shunchaki tekshiring.
Bugungi kunda hamma narsani tekshirish mumkin. Mana sizda mana eng oson psevdopsixologlarni ajratish ko'rsatkichlari. Qanday qo'shimcha Man qilgan yaqinda bo'ladi? mana bitta psixologni kuzatdimda. Undan so'rashyapti, ustozingiz kim deb. Ishonasizmi, ustozini aytib bera olmayapti. Hatto men qayerlardadir o'qiganman dedi, joylarini ham aytib bera olmadi. Lekin juda ham ko'p odam ergashgan. Juda ham ko'p odam. Men aytaman, mana bu bitta yana psixolog. Chunki na ustozini biladi, na o'qigan joyini, diplomini ko'rsatib bera olmayapti. O'ziga ishongan, haqiqatan ustoz bor odam. Mana siz sanab bera olasizmi ustozingizni? Albatta. Men ham sanab bera olaman. Qayerda o'qiganlarimni ham sanab bera olaman. Chunki men bilaman qayerdaligini. Kim javob bera olmaydi? Bilmagan yo'q, inson. bilmagan odam. Qayerda o'qigan deyotganda ham javob beraman. Bu ham bitta psixologlarning mana belgisi hisoblanadi. Keyin menga bittasi yaqinda keldi, misol aytib beraman. Menga dedi, gipnoz o'rgating dedi. Men aytdim, "Xo'p" dedim, "lekin dedim, bu uchun psixolog bo'lishing kerak" dedim. "Men psixolog emas insonga" dedim, "gipnoz o'rgatmayman" dedim. Shunaqa desam, "Men psixologman" dedi. "Xo'p, yaxshi" dedim. Oddiy savol bering, "Bo'pti" dedim. "Menga" dedim, "men bu savolimga javob berdim, psixologdan bir ikkita savol berdim." Oddiy savollar. Bu har bir psixolog bilishi kerak bo'lgan savollar. Javob bera olmadi. "Sen qanaqa psixologsan" desam, "Men palonchini shogirdiman, men shunday o'qib, men psixolog bo'lganman." "Xo'p, o'sha ustozingning diplomi bormi?" desam, "Bilmayman" deydi. "Necha yillik tajribasi bor? Qayerda o'qigan?" desam, "Men bunisini bilmayman. Lekin u mashhur." "Senga nimani o'rgatdi bo'lmasam?" desam, "Bizga" deydi, "mijozlar bilan ishlashni." "Qanaqa ishlaysizlar?" Men o'sha odatim bor, bitta so'rasam oxirigacha so'rayman. Albatta. "Qanaqa ishlaysiz?" "Biz mijoz kelganda" deydi, "eshitib o'tiramiz" deydi. "Ha, yaxshi, psixologning vazifasi eshitish. Keyinchi, keyin yana eshitamiz. Xo'p, keyin nima qilasizlar?" "Keyin" deydi, "biz ularga" deydi, "maslahat beramiz." "Qanaqa maslahat?" "Intuitsiyamizdan kelib chiqqan holda." Dedim, "Intuitsiya juda zo'r ekan. Xo'p, qanaqa texnikalar qilasizlar? Nimalarni o'rgandinglar?" desam, "Yo'q" deydi, "ustozimiz bizga" dedi, "o'zlari texnika ko'rsatdilar, lekin ularning texnikasini ishlatish mumkin emas. Bu ko'chirish bo'lib qolar ekan. Biz o'zimiz o'ylab topamiz texnika" dedi. Endi u psixolog bo'lgan, o'zicha, mana xayolan, demak psixologman. Hatto ustozini na diplomi bor, na boshqasi bor. Lekin odamni ko'p ishonyapti. Bu o'sha hozir ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan holat. Bu yaqinda bo'ldi. Keyin aytdim, "Men senga" dedim, "psixologiyadan agar bilim bo'lmasa" dedim, "gipnoz o'rgatamayman. Kel" dedim, "Men ishlayotgan joyimni taklif qildim amaliyni. 1 yilcha bo'lib qoldi shunga. Mana shu o'qi, sen o'zlashtir, keyin men senga gipnoz o'rgataman. Keyin yo'q, meni vaqtim yo'q bunga." "Ha, bo'pti, o'zing bilasan." 4 oyda psixolog bo'lib chiqibdi aytmoqchi o'sha shogird ustozida. Afsuski. Keyin yana kelyapti ozgina vaqtdan keyin. Yana topib kelgan menga. "Yo'q, menga o'rgatmasangiz bo'lmaydi." Keyin men aytdim, "Necha pulga o'rganding?" "Mana shu 4 oy ichida." $4000 dedi. "Yaxshi" dedim, "lekin men" dedim, "psixolog emas odamga" dedim, "gipnoz o'rgata olmayman. To'g'ri, men pulga uchib davay deyishim mumkin" dedim, "lekin" dedim, "meni vijdonim qo'ymaydi bunga. Men shunaqa odamman, prinsipialniy odamman. Bilmasang o'rgatmayman." Umida, bu prinsipdan tashqari bu etik qoidalar. Qoida. Bizning qoidamiz bor, biz ham bunga javobgarmiz. Xuddi Aslida bu shunaqa juda ertaga katta kimda mas'uliyat. gipnoz o'rganding, Umida Albatta. Agzamova? Yo'q. So'ramadingizmi, nima qilasan gipnozni deb? Ishlataman mijozim, уже gruppasi bor, uni ochib qo'ygan kanallari bor. Eng qizig'i bulargacha shunaqa odamlar ham ergashyapti. Keyin bilasizmi, 3-marta kelganda shunaqa katta summani aytdim. Shunaqa aytib kelmadi. Da, noadekvat. Men ham ba'zan shunaqa qilaman. Ya'ni noadekvat summani aytamanki, kelmasin ham. Bo'ldi. Ha. Chunki o'qish xohlamayapti-da. U faqat gipnoz o'rganib, unaqa ko'p bo'ladi menga keladi. Gipnoterapevt bo'lganim uchun ana gipnoz o'rgating. Ha, psixologdan xabar o'rgata olmayman. Ba'zilar shunaqa takliflar ham bo'ldi. Sizga nima farqi bor? Pulni olsangiz bo'ldi. Вот именно farqi bor. Chunki men psixologman. Ha, shunaqa. Afsuski, men ham bugungi kunda shunaqa narsalarni ko'p kuzataman, lekin men bu yerda hozir bitta narsani tushunishingizni xohlagan bo'lardik. Muhokama emas. Hammani o'zini tanlovi, lekin shunchaki bitta narsani tushuning. Men doim bu gapni aytaman, shu yerda ham aytib o'taman. Biz hamma xohlagan insonni aldashimiz mumkin, o'zimizni hech qachon alda olmaymiz. Endi Parvardigorni hech qachon alda olmaymiz deb aytamiz deb. Psixologda ham ertaga shu haqda o'zini javobgarligi bor. Biz butun dunyoda yashayapmiz. Hamma narsa qaytadigan-da. Shuning uchun ham bu narsalarning ichki qadriyatlaridan kelib chiqqan holda, ichki prinsiplaridan kelib chiqqan holda, kasbini hurmat qilgan holda, qonuniyatni bilgan holda hurmat qilgan
qilgan psixolog, ustoz, mentor hech qachon shunchaki pul uchun ha, pul kerak. Men hozir bu yerda o'zimni tam avliyoni yasab olish niyatim yo'q. Men juda ham normalniy olaman o'zimni berayotgan bilimlarim uchun. Buni tan olaman. Lekin bilganim uchun va ertaga kimdir mana shu kishida o'qiganman desa, men bemalol turib berishim mumkin. Va men mana shu yerdan bitta narsani aytmoqchiman. Men bugungi kungacha qanaqadir eksklyuziv yoki meniki bo'lgan narsani yaratmaganman. Hamma narsa o'rgangan narsalarimni shogirdlarimga o'rgataman. Psixologiya texnikalar allaqachon o'rgatib bo'lingan, tayyor, lekin shunchaki har bitta psixologni o'zini mana shu texnikani modifikatsiya qilib, o'zlashtirib, o'zini tili bilan aytgani mana bu avtorskiy hisoblanadi. Buni farqiga borish kerak. Ya'ni men o'ylab topdim, faqat men qilganman yoki aytaylik ha yoki shogirdimga ko'rsatib, sen qilmagin, bu ko'chirish bo'ladi degan gapni o'zi noto'g'ri. Shu narsa ham bor hozir. Ha, albatta. Bilimni berish kerak. Berish kerak. Bilimni saqlab qolish bu ham gunohni bir turi. Keta olmaymiz, hech qayerga. Bizga bilim berilyapti ekan, biz o'zlashtiryapmiz, o'rganyapmiz. Nima uchun? Aynan bu narsani tarqatish uchun hamda butun dunyoda doimiy ravishda shunaqa bo'lgan. Biz ham qachonlardir o'qigan narsamizni endi shogirdlarimizga yetkazayapmiz-da. Shunday ekan, aytgancha psevdopsixologlarni yana bu yerda shunisini ham aytib o'tmoqchimanki, psixologiya, amaliy psixologiya doimiy ravishda isboti bor. Ya'ni har bitta texnikani ilmiy tomondan isboti bor, har bitta texnikani avtori bor. Ko'p holatlarda psevdopsixologlar motivatsiyaga berilib ketgan. Men aniq bilaman qanday qilishni. Men aniq bilaman, men o'ylab topganman, o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda o'zim yashab o'tganman degan narsalarni aytishi. Mumkin emas bu narsada. Psixolog tajribaga asoslanmaydi. U faqat mijozlar bilan ishlagan tajribasiga asoslanishi mumkin. O'zini yashab o'tganiga emas. Men ham shuni aytaman. Albatta, chunki mana sizga oddiy misol aytishim mumkin. Ko'p holatlarda bor-da, shunaqa insonlar yaxshi psixologlarni tan olishmaydi. Qaysi ma'noda? Aytaylik, yosh qiz 28-29 o'zini shogirdlarim bor, lekin turmushga chiqmagan yoki bola tug'magan deylik-da. Lekin bolalar psixologi va ko'p holatlarda o'zi tug'magan-ku, qanaqa qilib psixolog bo'la oladi? Anna Freyddan shunaqa bo'lgan. Ha, shuni ham aytib o'tish kerak-da. Yoki o'zi turmushga chiqmagan bu qanaqa psixolog bo'la oladi? Qanday qilib bu oilaviy munosabatlarda ishlashi mumkin? Va mana shu yerda sizga isbotini aytmoqchimanki, psixologiya bu ta'lim, bu ilm. Kitoblarda yozilgan, isbotlangan ilm. Faktlar bor. Ha, faktlar bilan ilm olgan inson ilm beradi. U yashab o'tganidan emas. Mana bugungi kunda psixologlar sertifikat olib, chunki men ham ko'p kuzataman, sertifikat olib, mana 3-4 oylik kurslarni bitirib sertifikat olib, men 20 yillik oilaviy tajribamdan deydi, tam 5 ta bolani tarbiyalab, yaqinda boshlab stajini yilni boshida 3 yillik tajribam bor edi. Gapingiz bo'ldim uzr. Aytmas, esidan chiqib qolardi. 3 yillik tajribam bor deb aytdi yilni boshida. Yilni oxirida qarasam 8 yillik tajriba bo'lib qopti. Men hisoblab yotolmay, qanaqasiga 1 yilda yana 5 yilga ko'payib qoldi. Mana bu ham psixologiya hisoblanadi. Albatta, shunday. Chunki endi hamma aytayapti, nima farqi bor, nima deyishi deydi. Kim tekshirib o'tiribdi? Kim tekshirib o'tiribdi? Ha, albatta, shuning uchun ham mana shu yerda shuni aytish kerakki, ya'ni faqat motivatsiya bu psixologiya emas. Faqat o'zini hayoti psixologiya tajribasi bu psixologiya emas. Amaliy psixologiya bu ilm, kitoblarda yozilgan, isboti bor. Va mana shu yerda bizni eshituvchilarga ham aytmoqchiman, siz mijoz sifatida kelib psixolog bilan ishlayotgan paytingizda sizga qandaydir texnika bersa, qandaydir tavsiya bersa, sizda shunaqa bir haqqingiz bor, huquqingiz bor. Bu texnika kimning texnikasi? Kimning yo'nalishi? Qaysi yo'nalishda? So'rashga haqqingiz bor. O'shanda sizni haqiqiy o'sha psixologingiz, ustozingiz mana keling avtorini ko'rsatadi. Meni bugungi kunda men eng baxtli insonlardanman deyman, har doim menga doim yaxshi ustozlar duchor bo'lganda. Ya'ni men yaxshi ustozlarda, institutdan boshlab yaxshi ustozlarda o'qiganman. Aynan mana shu ustozlarim qaysidir kartalarda avtorlik qilishganda, qayerdadir o'zini texnikalarini, meni ham bugungi kunda avtorskiy o'zimni metodlarim bor. Ya'ni usul deymizda. Usul avtorskiy bo'lishi mumkin, lekin u ham
qaysidir maktabdan olingan, qaysidir yo'nalishdan olingan bo'ladi. Yengillik Shunday ekan, bundoq olib qarasa yengillik yo'q. Yo'q. Shuning uchun ham bu hech qachon bo'lmagan, hech qayerdan bo'lmagan degan gapni o'ziga ishonish mumkin emas. Keyin siz beryapsizmi o'sha usulni, shunga ham tayyor. Men shogirdlarimga ham doim aytaman-da, men sizlarga beryapmanmi, bilinglar, bu narsani tarqatinglar ertaga. Sizlar ham o'rgatinglar. Ertaga sizlar ham ustoz bo'linglar, xuddi shu narsani olib tarqatinglar. Meniki emas, men berdimmi bo'ldi, bu o'zi meniki emas degani. Va men bu bilan bo'lishishga tayyorman. Tayyor ekanman. Ertaga siz ham mijozlaringiz bilan avvalambor bo'lishing va shogirdlaringiz bilan ertaga bo'lishing. O'shanda har bitta psixolog o'zini aytgan so'ziga, bergan usuliga javobgar bo'ladi. Men uchun mana bu professionalizm. Men ham shunaqa aytaman. Masalan, siz bersangiz, lekin uni bo'lishiga tayyor bo'lmasangiz, lutchi bermang. O'zingizni qiynamang. Ko'chirishga bu kerak emas narsa. Keyin men har doim aytaman, po faktu, ya'ni olim kim, qaysi yo'nalish, qaysi maktabga tegishli, qani fakt, qani isbot. Men o'zim dars o'tganimda yoki gapirganimda har doim faktlarni keltirib o'taman. Menga faktni keltirib bera olmadim, menga olimni ayta olmadim, men uchun u psixolog emas. Men уже taniyman buni. Keyin oddiy misolman himoya mexanizmi haqida juda ham ko'p gapiramiz, chunki bizning hayotimiz turgan bitgan himoya mexanizm. Chunki bizning psixikamizning vazifasi bizning yashashimizni ta'minlab berish. Saqlab berish. Saqlab berish. Bu uchun nima qiladi? Himoya mexanizmi keldi yordamga, o'ylab topdi va endi biz noto'g'ri qilyapmizmi, boshqami, u harakat qiladiki, sen yaxshisan, joyingdasan, qimirlama, o'tirur deydi. Lekin shu narsani ham bilmaydigan psixologlar bor. Men aytaman, unda sen psixolog emassan. Chunki sen buni bilmayapsan. Lekin xafa bo'lishadi. Haqiqiy psixolog azizini izlanish kerak, o'qish kerak deb o'ylayman. Agar psixolog izlansa, o'qisa, kerakli yo'nalishlarni bilsa, oddiy mana shu himoya mexanizmi, ong va ongsizlik, travmalarimiz qayerdan kelib chiqyapti bilsa, unda biz insonlarga zarar bermaymiz. Biz insonlarga o'zini anglashiga, o'zini tushunishiga, kerakli qobiliyatini chiqarishiga, uni ishlatishiga, kerak bo'lsa mana shu IQ, EQlarini rivojlantirishga hissa qo'shamiz. Unda psixolog yomon emas, jamiyatga kerak hisoblanadi. To'g'rimi? To'g'ri. Biza o'zimizdan o'zimiz men erim bilan kelishmayapmiz desa, bor ajrashib deya olmaymiz. To'xta deymiz. Nima deymiz? Nima uchun kelishmayapman deb o'ylayapsan? Nima uchun sen bu fikrga kelding? Qaysi asoslarga sabablanib? To'g'rimi? Bor ajrash deymizmi? Yoki qo'shilib erini yomonlab o'tiramizmi? Yo'q. Biz faqat mijozning o'zini holati bilan, hissiyotlari bilan ishlaymiz. Haqiqiy psixologiyada shunaqa bo'ladi. Shunday. Endi psevdoda yoki psixologiyani o'qimaganlarda bu men deydi psixologman deydi. Qanaqasiga? Men odamlar ichida yurib psixolog bo'lib ketdim. Juda ko'p eshitaman shuni. Odam ichida yurib psixolog bo'lib ketdi degan narsa yo'q-ku. Kitobini o'qidingmi? Institutiga bordingmi? Ustoz oldingmi? Sen mana bu maktabini ko'rib chiqdingmi? Psixologiyani maktabini demoqchiman. Masalan, Gestalt psixologiyami, tranzaktivizm, psixoanalizmi ko'p yo'nalishlar. Nimaga asosan psixologsan? Men o'zim zo'r yordam beraman odamga. Juda ko'p eshitaman. Men o'zim psixolog bo'lib ketganman deydi. Lekin bitta ham teoriya yo'q. Himoya mexanizmi nima bilasanmi? Yo'q. Masalan, oddiy tipologiya, temperament deng, oddiy. Shuni ham bilmaydi. Unda sen psixolog emassan. Chunki bizning mijozimiz kelganida biz uni temperamentini ko'ramiz, to'g'rimi? Shundan kelib chiqqan holda uni tilida gaplashamiz. Uni himoya mexanizmini, uni ongsizlik, unda qanaqa travma ketyapti? Chunki bu travma muhim hisoblanadi. Bolaligimizdagi oddiy bitta avariyani ko'rib, guvohi bo'lib, qo'rqib qolganimiz uchun biz katta bo'lganimizda esimizda yo'q bu avariyani ko'rganmiz. Lekin mashinadan qo'rqamiz. Psixologga boradi, men mashinadan qo'rqaman desa bir narsalar aytadi, to'xta, sababi bor qayerdadir. To'g'rimi? Trigger qachon bo'lgan? Trigger bor-da, o'shaning uchun nima bo'lyapti? Qo'rqyapti mashina. Ko'rib chiqsak, bolaligida prosta katta avariyani guvoh bo'lib qolgan bola qo'rqib. Balki bo'lgan bo'lishi mumkin, o'zi shu avariyada ishtirok. Menda shunaqa bo'lgan mijozim. Bolaligida katta avariyaga uchragan, onasi vafot etgan avariyada va kichkina singlisi. Keyin mashinadan qo'rqib qolgan. Mashinaga o'tirishi bilan havo yetmaydi. O'zi rulga o'tirsa, xavotir, panik ataka. Уже katta bo'lgandagi holatda aytyapman. Ungacha bilmagan, bormagan joyi qolmagan dori-darmon va hokazo, lekin hech ham ketmaydi. Keyin biz gipnoz bilan o'rganganimizda o'shani bildim. Bolaligida shu avariya bo'lgan, ikkita yaqinini yo'qotgan.
mana sabab. Mana shu yerda bitta narsani ham qo'shimcha qilib ketmoqchimanda, mana bizni erkaklarimizni, mana oilaviy erkaklarni ayollari psixologga borsa agar ertaga oilamiz buziladi, noto'g'ri narsani o'rgatadi degan asos bor bunga. Haqiqatan ham o'sha hozirgina aytib turgan psevdo psixologlarda haqiqatan ham maslahat berayotgan paytda yo'q u o'zgarmaydi, undan ketishingiz kerak, yo'q unday bo'ladi deb aniq aytishadi bu narsani-da. Shuni ham aytib o'tish kerakki, har bitta psixologni oilani saqlash birinchi o'rinda turadi. Birlamchi motivatsiya. Lekin buni ichida shu bilan birga исключение emas, ya'ni mana shu oilani saqlash bilan birgalikda har bitta oiladagi bo'lgan shaxsni o'zini potensialini rivojlantirish ham bor. Ya'ni juda muhim faktorlar bu zo'ravonlik yo'qmi u oilada? Asoslar yo'qmi, faktorlar yo'qmi, da mana shu narsalardan kelib chiqqan holda. Va aslida voy siz qulay ayol ekansiz, voy siz mana bunday ekansiz, shuning uchun ham sizda mana bunaqa bo'ladi deb aytishmaydi, yo'q. Ham ko'rsatib berishadi, o'zini ham mas'uliyati, o'zini holatidagi shu narsaga olib kelgan narsaga uning o'zini mas'uliyatini. Men har doim aytaman, agar inson o'sha konsultatsiyada muammosining mas'uliyatini olsa, bu 50% konsultatsiyani yechimi degani. To'g'ri. Chunki ko'p holatlar muhim, juda ham muhim, chunki ko'p holatlarda kelib ham erini ayblaydi, qaynonasini ayblaydi, hamma aybdor qurbon pozitsiyasidan kelib chiqqan holda yoki o'sha mana shu men qurbon pozitsiyasidan chiqib ketishim kerak va agressorga aylanishim kerak deb o'ylashadi-da. Ya'ni qurbon pozitsiyasidan voz kechish bu agressor bo'lib olish degani. Yomonga aylanish. Bunday emas. Aynan mana shu narsalarni ekologik ravishda inson transformatsiyasiga, inson o'zini o'zgarishiga, inson to'g'ri qaror chiqarishiga psixolog yo'naltirib beradi. Va boshqalarga zarar bermagan holda shuni aytishimiz kerak. Albatta, aytgancha psixologlarning eng avvalo birinchi prinsipi bu zarar bermaslik. Insonning psixikasiga, hech kimga, insonning psixikasiga zarar bermaslik, ya'ni konsultatsiyadan keyin insonning hayoti, munosabati hech kim bilan yomon tomonga o'zgarishi kerak emas. Ya'ni hammasi ekologik ravishda, hammasi sog'lom ravishda bo'lishi kerak. Shunday ekan hech qachon konsultatsiyalardan, amaliy psixologlardan qo'rqish kerak emas. Meni xursand qilayotgan narsa, menda bugungi kunda menda juda ham ko'p oilaviy konsultatsiyalar bo'lyapti. Bugungi kunda men o'zi hozir kamdan kam individual konsultatsiyalarni kamaytirganman, ko'proq oilaviylarga urg'u berganman va erkaklarni ham aslida ayollarini qo'llab-quvvatlab birga kelishlari mana shu narsa juda ham hurmat qilyapman. Menda ko'p bunaqalar. Xursand qilyapti meni shu narsa. Kelishyapti, qo'llashyapti, men ko'ryapman. Yana bilasizmi, eng qiziq joyi erkak ayol bir-birini qo'llaganda rivojlanish, o'sish kuzatilyapti. Albatta. Chunki oiladachi man, sammasi biz degan tushuncha muhimda. Juda ham. Biz degan joyda o'sish bor ekan va bu oilada uyg'unlik, ya'ni garmoniya. Hattoki bilasizmi, muammoda emas, shunchaki rivojlanishda ham birga kelyapti-da. Er-xotin, men oxirgi marta ham ko'rdim. Shunchaki erda potensial kuchli, lekin rahbarning oldiga kira olmas ekan. Voy, meni ko'taring lavozimi deya olmas ekan. Ozgina iymanish bor ekan. Atak qobiliyat kuchli. Ayoli shunga perejvat qildi va eri bilan gaplashib, ikkalasi birgalikda qaror qabul qilgan holda meni yonimga kelishdi. Ikkalasi bir-birini qanaqa qo'llayapti, bir-biriga turtki bo'lyapti, bir-biriga motivatsiya beryapti. Men ko'rib xursand bo'ldim. Haqiqatan ishonasizmi? Natija uzoq kuttirmadi. Bir haftaga qolmasdan yonimga kelib aytayapti. Bilasizmi, siz bilan suhbat qurdik. Aytamanchi, shunchaki bularni ozgina turtki bo'ldim. O'zi bir-birini qo'llayapti. Aytayaptiki, xo'jayinim kirib gaplasha oldi rahbarning oldiga va uni lavozimini ko'tardi. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Shunchaki aytmoqchiman, bunaqa holatlar ham kuzatiladi. Keyin oilaviy munosabatlar muammolarga uchrayotganlar. Menga bilasizmi, hattoki bitta oiladan qaynana, qaynota, kelin, o'g'li 4 ta odam keldi. Juda aslida qoidasi bilan kelibdi. Qoidasi bilan keldi. Qoida qoldi. Oilaviy munosabat. Faqat bola qoldi dedim. Lekin haqiqiy oilaviy konsultatsiya. Birinchi bo'lib qaynana keldi. Keyin qaynotasi keldi ketidan. Keyin kelini, keyin oxirida o'g'li. Aslida mana shu o'g'li uchun kelyapti hammasi. Nima bo'lgan? Nima holatida? Psoriaz holati kuzatilgan, asabiylikdan edi.
lekin men qoyil qoldim, podrяд qatnashdi. Ko'p holatlarda kasalliklarda, qaramliklarda aynan o'sha buni sintetik metod usul deymiz. Ya'ni oila qo'llab-quvvatlamasa inson bitta muammodan bir Xuddi shunaqa. o'zi chiqib ketishi juda ham qiyin Bir va yoqadan bosh chiqarishdi, men qoyil qoldim. juda ham zo'r. Meni xursand qiladi shunaqa narsalar. Aytgancha mana hozir bitta narsa esimga keldi, shuni ham aytib o'tishim kerak. Bor shunaqa insonlar yo'q joyda muammo qidirishadi. Ya'ni hozir moda bo'lgan, bir tarafdan shuni ham aytib o'tish kerak-da. Moda bo'lgan psixologga borish. Men psixolog bilan ishlayapman. Nimaga kerak psixolog o'zi bilmaydi. Shunchaki moda. Va qimmat-qimmatlariga ham borishadi-da. Ya'ni men psixologga boryapman degan narsani ham ko'plarda bu modaga vafo bo'lib, shu narsaga anaqa qilishda. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, men kuzatganman, ko'rganman shunaqa mijozlarni yo'q joyda muammo qidirib kelishadi. Mendachi men o'qidim-da, menda psixotravma bor. Unaqa ham bo'lgan. Yoki menda детский travmalar bor. O'ziga o'zi samodiagnoz O'ziga o'zi qo'yib oladi, внушение qilib. Diagnoz qilishadi. Xo'p, hayotingizda qanday ta'siri bor, bu qanday ko'rsatilyapti deganda mana ishlaganingizdan keyin aslida hech narsa yo'q. Aslida hammasi yaxshi. joyda. Shunchaki moda bo'lgani uchun yoki Eshitilish uchun hamma boryapti-ku, men ham borishim kerak degan narsada yo'q. Hech qachon mana psixologga murojaat qilishingiz uchun nima qo'ng'iroqcha bo'lishi mumkin? Sizni ichki holatingiz sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, bezovta qilayotgan bo'lsa, xavotirga olib kelayotgan bo'lsa va siz buni boshqara olmayotgan bo'lsangiz, qanday bunday vaziyatdan chiqib ketishingizni bilmasangiz va mana shu holatingiz hayotingizga va atrofdagilarga ta'sir ko'rsatishni boshlasagina salbiy ta'sir. Albatta salbiy ta'sir, albatta. Hozir salbiy ta'sir haqida ketyapti. O'shanda siz aytishingiz kerakki, qandaydir muammo ketyapti, o'zim tushuna olmayapman. Bu hammada bo'ladi. Yana bitta shunaqa bir stereotip bor umida, psixologlarga yaxshi, o'zi asabiylashmaydi. Psixologlarda hammasi zo'r, bu ammo zo'r, ideal. Psixolog inson emas, shunchaki qanaqa ideallashtirilgan insonlarda bitta narsani bilib qo'ying har doim. Yoki yana bitta stereotip, ko'chada yurganda mana siz psixologsiz-ku, siz menga ayting. Mana men oilada ham bo'ladi bu. Men qandayman? Da. Yoki voy siz psixologsiz, siz bolalaringiz bilan ishlaymaysiz. Urushmaysiz, eringiz bilan urushmaysiz, eringiz xiyonat qilmaydi, boshqa ideallik xullas. Bu juda katta xato. Siz umuman olganda psixolog faqat kabinetda psixolog. Ya'ni ish joyida. Ish joyida. Tashqariga chiqdimi, u psixologligini unutadi. Nega? Chunki u oddiy inson avvalambor. Va mana shu narsani ajratish ham haqiqiy psixologning professionalizmi. Chunki kelib ko'chada men psixologman, men yaxshiroq bilaman. Yoki aytgancha mana psevdo psixologni ham mana shu yoqqa qo'shib ketaveraman, darrov agar psixolog hamma yoqda faqat maslahat berib yursa, ko'chada o'zidan o'zi. Va bilasizmi, shu sizni holatingiz menga yoqmayapti, shekilli sizda psixotravma borda. Bilasizmi, siz juda asabiylashgansiz, po-mo'ymu oilangizda muammo bor, eringiz xiyonat qilyapti. Bu o'sha lo'lilikka ham. Vashi infalo'lilik, vashi bu bu haqiqiy fol ochish. Unaqa mumkin emas. Mumkin emas. Psixolog hech qachon sizga ko'chada tavsiya bermaydi. Siz ham mana shu narsada hech qachon chegarani buzmang, aqlli bo'laylik. Men har doim aytaman, win-win. Men chunki odamlar ham shunaqada. Ya'ni keladi, insonni chegarasini buzib, mana siz psixologsiz-ku, menga aytingchi deydi-da. Aytmayman. Meni qabulimga keling, men aytaman sizga. Ko'chada aytishga haqqim yo'q. Bu etikani buzish degani. Yoki psixolog, yoki psixolog kimnidir chegarasini buzishi, ko'chada turib unga diagnoz qo'yishi, maslahat beradi. Tashxis qo'yib, maslahat berib, boshqa qilib yoki odam maslahat bering deb aytsa, bu noto'g'ri. Kabinetda faqat mana amaliy psixologik jarayon faqat kabinetda bo'lishi mumkin. Puli to'lanib, hammasi okey, hadyasi ham bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, psixolog pulsiz ishlamaydi, pulini olinishi kerak. Lekin bor shunaqa vaziyatlar hadya qilish bo'lsa agar, o'shanda to'g'ri, u ham doimiy ravishda emas. Kelishuv asosida bor, haqiqatan ham shunaqa mijozlar muhtoj yordamga mo'ljallayapman hozir. Men ham ko'p holatlarda shunaqa qilaman, yordamga muhtoj, lekin imkoniyati yo'q. Lekin mana shu yerda ham bizni eshitayotgan psixologlar bo'lsa agar, sizlarga tavsiyam adekvat holda ichki resursingiz ketmasin. Ya'ni qilib charchayotganingizni his qilayotgan bo'lsangiz, qayerdadir achinayotganingizni ko'rsangiz agar, to'xtating. Bitta mumkin, ikkita mumkin, lekin doimiy ravishda rahm qilish. Chunki mana shu yerda doim
doim buziladi. balans bo'lishi kerak. Umuman olganda psixologda o'zini his qilishi kerak. Men hozir qutqaruvchan pozitsiyasida emasmanmi? Kimnidir qutqarishga harakat qilmayapmanmi? Chunki rahmchan bo'lish bilan rahmdil bo'lishni farqi katta. Empatiya bu rahmdillik, bu hamdardlik bo'lishi kerak psixologlarda. Lekin rahmchan bo'lish, ya'ni hammaga rahm qilib spasat qilish, ya'ni qutqarish, bu уже sizni aslida obyektiv qobiliyatingizga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, siz уже mijozga subyektiv ravishda, ya'ni rahm qilib, уже munosabat qilyapsiz, bu esa mumkin emas. Shunday ekan, psixolog sizga ko'chada hech qachon tavsiya bermaydi, maslahat bermaydi. Psixolog sizga hech qachon o'z-o'zidan kelib ko'chada noto'g'ri ekan, xulq-atvoringiz menga yoqmayapti, oldimga keling deb aytmaydi. To'g'ri. Shuni ham inobatga oling. Oddiygina savol bersangiz, darrov yonimga keling ham demaydi. Buni sani ham aytib o'tishimiz kerak, chunki shunaqalar bor hozirgi paytda kuzatilmoqda. Savol berishga qo'rqib qoldik deydi. Savol bersangiz, darrov oldinga yoziling, keling. Oddiy savolda, "Yo'q, meniki, bu tema yoki meniki emas" deb ketsa bo'ladi, masalan, ustasidan so'rang. Keyin bilmagan narsasini psixolog gapirmaydi. Shu narsani ham hisobga olish kerak. Masalan, bo'ladi, men ishlamaydigan mavzu. Men ishlamaydigan muammo. Men darrov men bu bilan ishlamayman. Oldindan so'rayman, nima muammo bilan kelmoqchi. Agar mana bo'lsa, "Yo'q, bu bilan men ishlamayman." Bu bilan ishlayman. Ishlamaydigan agar bilsam kim ishlashini o'sha tarafga, o'sha mutaxassisga yo'naltiraman. Bu normal holat. Ya'ni sizniki bo'lmasa-yu, sizni hamkasbingizni yo'nalish bo'yicha so'rayotgan bo'lsa, masalan, yoki u ishlaydi o'sha muammo bilan, men o'sha yerga jo'nataman. Bu psixolog buni qabul qilish kerak. Ya'ni psixolog boshqa psixologga dushman bo'lmaydi. Yo'q, hech qachon bu albatta buni doim aytamiz. Psixologlar bir-birini qabul qila olish, ya'ni raqobat bordir qatta, lekin kuchli bo'lish kerak emas. Bu faqat ilmda bo'lsa, eng to'g'risida bilaman. Albatta. Shuning uchun ham doim aytaman, har bitta psixologning o'zini mijozi bor, mijozning o'zini psixologi bor. Men har doim shogirdlarimga ham aytaman, hamkasblarimga ham aytaman, raqiblik yo'q aslida. Har bitta psixologning individual usuli bor va bu norma. Men doim psixologlarni qo'llab-quvvatlayman, xursand bo'laman, shogirdlarimni ham qo'llab-quvvatlayman, bilgan narsamni bilaman. Siz hozir aytgan narsa yo'nalish haqida aytdingizda, buni rus tilida modalnost deb aytamiz. Har bitta psixolog o'zini yo'nalishini tanlashi shart. Mana endi o'qishni tugatib, amaliyotga kirib kelyaptimi, o'zini modalnostini, ya'ni yo'nalishini aniqlashi shart. Bu degani ha bor polimodal usul bor. Masalan, men bugungi kunda o'zim polimodalni psixologman-da. Ya'ni juda ko'p usullarda ishlayman, lekin avvalambor bitta usulni olib, o'zlashtirib, uni yaxshilab, uni ishlab, tajriba orttirib, keyingi modalnostga o'tasiz, keyingi modalnostga o'tasiz. Chunki mana hattoki mana bugungi kunda men o'zimni seksolog deb aytyapman-da. Boshida seksologiya psixologiyasiz bo'lmaydi. Boshida psixolog bo'lganman, amaliyotchi psixolog, mijozlar bilan ishlagan holda haqiqatan ham seksologik muammolarga taqalyapman. Ana endi menga bu yo'nalish kerak deganimdan keyin o'qishni boshladim. Tushunyapsizmi? Boshida gestaltni o'qiganman. Gestaltda birinchi bosqichni o'tganman. Buni o'zlashtirganimdan keyin psixoanalizga o'tdim. Ya'ni o'shanda sizda har bitta yo'nalishingizni siz aniq texnikalarni bila olasiz, polimodal podxod bo'ladi. Ba'zan mijozda bitta yo'nalish ishlatiladi, ba'zan bir nechtasi ishlatilishi mumkin. Buni aniq bilish kerak va masalan bugungi kunda men yosh bolalar bilan ishlamayman. Детский psixologiya meniki emas. Ha, o'qiganimda boshida tajriba orttirganman, bog'chalarda ham ishlaganman, maktablarda ham ishlaganman. Hozirgi kunda bo'ldi. Men to'xtatganman, chunki bolalar bilan ishlash boshqacha usulda. O'sha men u yo'nalishni chetga surdim. 13 yoshgacha men aytaman, 13 yoshgacha men bu hamkasblarim bor, boringlar, o'sha yerda ular zo'r. Bu детский psixologiyada ular zo'rlar. Bugungi kunda men onkologiya bilan ishlamayman. Meni modalnostim, meni yo'nalishim emas deyman-da. Onkologiya bo'lsa, yo'q, men ishlamayman. Aytaylik, yana qanaqadir psixosomatika bo'ladigan bo'lsa, yo'q, men psixosomatikada uncha ishlamayman. Yo'q. Chunki u yerda men bilimim bor, okey, da, ba'zi uni qayerdan kelib chiqishini bilaman, uni prinsipini bilaman, lekin chuqur o'rganib, o'sha har yili texnikalar o'zgaradi, metodlari, usullari o'zgaradi, gipotezalari hattoki o'zgaryapti bugungi kunda psixosomatikani. Men psixosomatikani 10 yil oldin o'qiganman. Bugungi kunda qanday ekanini shuning uchun ham yo'q deyman. Psixosomatikani chetga suraman. Ya'ni va buni bilmayman deyish bu ayb emas.
shunchaki men bu yo'nalishda ishlamayman uzr mana bu yerda men bu kishi hamkasbim yaxshi ishlaydilar masalan men NLPist emasman hech qachon oldimga mijoz menga NLP qiling desa agar uzr men NLP ni bilmayman mana пожалуйста Umida Agzamova u NLP da master deysiz siz seksologiyani bilmayman qanchalik bilasiz aytasiz uzr men seksologiyada yo'nalishim emas пожалуйста Parizodaga boring seksologiya o'qiganman aynan man ham o'qiganman lekin man chuqurlashmadim sizdeki man yo'nalish boshqa yo'nalishda man ham boshida psixologiya o'zi keyin psixoanaliz keyin sekin уже NLP gipnoterapiya boshlanib ketdi man shularda chuqurlashdim hozir mana psixosomatikani yaqinda xabaringiz bor klinskini bitirdim psixosomatika bilan ishlayman lekin detskiy bilan ishlashni xohlamayman detskiy ana o'zini mutaxassis seksologiya so'rasa ana Parizoda Kurahmetova deyman man ham bu bilan ishlamayman lekin bilmayman degani emas shunchaki man chuqurlashmaganman va keyin man ishlamayman bu yo'nalish meniki emas deyishga haqqim bor masalan man zavisimist bilan ishlamayman tobeliklar bilan ishlamayman bolalar bilan ham kichkina bolachalar bilan ishlamayman man o'qiganman hammasida o'qidim xuddi ana meditsina tashbiga kirsiz 5 yil общий o'qiysiz keyin oxirgisida tanlaysiz xuddi shunaqa narsa albatta tushuncha bor no bu yo'nalish emas ya'ni shunchaki modalnosti emas deb aytish bu ayb emas shuning uchun ham ustasiga farqi yo'q hammasini bilamiz degan gap psixologlarga emas buni to'g'ri tushunish kerak voy bilmas ekan degan bu hali psixolog yomon psixolog degani emas o'qimishli emas degani emas yo'q shunchaki u o'zini yo'nalishida bilim orttiryapti o'zini yo'nalishida ekspert bo'lishga harakat qilyapti va bu to'g'ri bitta sohani ekspertligini o'zlashtirgandan keyin boshqasiga o'tish bu ham zo'r mana bu polimodal usul deyiladi masalan qarang meditsinada xirurgga borib tishim og'riyapti demaysiz to'g'rimi man agar desangiz ham man tishingni bilmayman desa voy bu bilmas ekan deb ketmaydi hech kim ha buni yo'nalishi boshqa deydi shunaqa psixologiyada ham xuddi shu narsa ya'ni hammani o'zini yo'nalishi bu tabiiy holat lekin bitta savolingizga masalan uni yo'nalishi emas bo'lsa-yu siz savol bersangiz man buni bilmayman deyishi normal holat lekin bilmasdan turib javob berishga harakat qilish bu endi mana bu esa xiyonat mijozga xiyonat o'zini ishonchga xiyonat mutaxassisligiga xiyonat ishonchga xiyonat bitta narsani tushunishingiz kerak bizlarda psixologlarda etik qonuniyatlar bor etik kodeksimiz bor va har bitta psixolog o'sha kodeksga asoslanib ish qiladi ya'ni sir saqlash samimiy bo'lish empatik bo'lish u yerda o'z mutaxassisligiga ishonch bildirish va hokazolar degan juda ham ko'p prinsiplari bor muhokama qilmaslik xatolariga ochiq bo'lish o'zini professional anaqasidada ya'ni uni juda ham ko'p o'zini prinsiplari bor va mana shu prinsipga asoslanib biz javobgarmiz ham xohlagan paytda nima uchun mana bugungi kunda qonunimiz xursand qilyaptida o'sha qonun chiqayotgani endi nazorat qiluvchi organlar bo'ladi nazorat qiluvchi organlar ya'ni xohlagan paytda mijoz qayerdadir shikoyat qilsa boshqa qilsa o'sha nazorat qiluvchi organ chaqirib siz qaysi prinsipga asoslanib qaysi etik prinsipga asoslanib siz ishladingiz deyishga haqlari bor va bu zo'r chunki endi har bitta psixolog qilayotgan ishiga aytayotgan gapiga haqiqatdan ham javobgar bo'ladi mana hozir bitta joyni ochiqlik bo'lishi kerak dedingiz man oddiyroq tushuntirib ketay masalan man ko'p eshitdim bo'ldi shunaqa holatlar ham man muammoyim aytsam psixolog mani yomon ko'rib qolmasmikan degan qo'rquvlar ham bor ekanda yo'q psixolog sizni yomon ko'rib qolishga umuman muhokama qilishga haqqi yo'q qandoq bo'lsangiz shundoqligingizcha ochiqchasiga qabul qilishga eshitishga va yo'nalish ko'rsatish tavsiya qilishga haqli lekin yomon ko'rishga emas chunki ko'p eshitdim shu narsadan qo'rqishar ekan ba'zan shunaqa holatlar ham bo'libdi kelib aytishyapti shundan qo'rqib qolgan psixolog urushib ketgan mijoz bilan voy shunaqasi ham ha urushib ketganda nima uchun psixolog aytgan qanaqadir texnikani onani qabul qilish bo'yicha ekan onangni qabul qil man qabul qila olmayapman degan onasiga nisbatan xafagarchilik bo'lgan men bilmayman nima bo'lgan mijozda man qabul qila olmayapman desa san mani aytganimni qilmayapsan san mani aytganimni qilishing kerak edi deb urushib ketib haydab chiqarib yuborgan mijozni nima haqqing bor edi onangda xafa bo'lishligiga bilmayman nima bo'lgan oxirgi nima bo'lgan shu san mani aytganimni qilmading va haydab chiqarib yuborish aslida psixologni haqqisi yo'q bunaqa qilishga man bu degani onani yomon ko'raversin yoki boshqa emas bu haqida ketmayapti bu hozir psixolog bilan mijoz haqidagi vaziyatda psixolog hozir xohlamayapti mijoz majburlashga haqqisi yo'q albatta
mijozni har bitta dardi, har bitta hattoki o'sha qarshiliklari deb aytamizda, сопротивленияsi ham psixolog uchun qadrli. Psixolog uchun bu foydali ham. Ya'ni hurmat qilish kerak. Majburiyat yo'q, zo'ravonlik yo'q, agressiya yo'q, empatiya kuchli bo'lishi kerak. Shunday bo'lyaptimi? Bunga ham sabab bor-ku aslida. Nima uchun kechira olmaganda ikkilamchi manfaatlar ko'p. aslida. Ikkilamchi manfaatlar ko'p. Umuman olganda mijoz bilan ishlash bu faqat psixologni aytganini qilish degani emas. Masalan, mijoz kelib qila olmadim yoki qila olmayapman yoki xohlamayapman desa agar, psixolog buni ham to'g'ri qabul qilgan holda nima uchun qila olmayotganiga asliga urg'u berish kerak. Shunaqa aytganim qilmading emasda. Ha. O'qituvchi ma'lum bo'lib qolib, o'quvchi bo'lib qolishibdi ekanda. Hozirgi paytda o'qituvchilar ham juda ehtiyot bo'lish kerak o'quvchilarga, ko'ryapsiz-ku. Da, har xil vaziyatlar bo'lyapti. Xullas, psixologlarda doim analiz. Mana shu yerda superviziya haqida ham aytib o'tish kerak. Superviziya aynan shu narsani ham o'rgatadi. Ya'ni metapozitsiyadan, tashqaridan o'ziga, mana tasavvur qiling, biz ikkalamiz mijoz psixolog bo'lib o'tiribmiz. Siz mani psixologimsiz, mana sizni mijozingizman. Xuddiki mana siz o'tdan turib, tashqaridan turib, hozirgi ikkimizda bo'layotgan vaziyatni to'g'ri analiz qilishingiz. Mana bu konsultatsiya bo'layotgan jarayonni o'zida. Mana ko'plar aytishadiki, sizga oson, siz psixologsiz, faqat odamlarni eshitib pulini olasiz. Ha, shunaqa deb o'ylashadi. Ha, eshitish bu bizlarning birinchi usulimiz. Nazoratchi bo'lish, eshituvchi bo'lish, bu shunchaki boshida bu narsa kerak. No. Konsultatsiya bo'layotgan jarayonda psixologni vazifasi sizni ichki dunyoyingizda, Analiz ongi ostingizda nima ketayotganini tashqarida turib analiz qilish. Mana bu ish. Indamay turib eshitayotgani bu hali shunchaki eshityapti, pulingizni olyapti degani emas. Men shuncha aytaman, tashqarida mana sessiyadan tashqari, konsultdan tashqari kimdir muammosi aytib qolsa, men aytaman, to'xta deyman. Chunki sen muammoni aytishing bilan meni miyam ishlashni boshlaydi. Ya'ni unga javob qidirishni, выход, ya'ni chiqish yo'lini qidirishni boshlaydi. Miya shundan charchaydi. Shuncha aytiladi, bekorga emas, bir kunda 3 tadan ortiq konsultatsiya mumkin emas. Ha, shuni ham Buni ham hisobga olishimiz kerak. Haqiqatda mana kimdir muammosini eshita olmayman. Chunki eshitdimmi, agar ishimdan tashqari bo'lsa, miyam ishlashni boshlaydi. Men aytaman, yo'q, yaxshisi, muammo bormi? Yozdirlasang, kelasan, o'sha joyda ishlaymiz. Chunki biz shunchaki eshitmaymiz. Biz unga javob qidiramiz. Shunday. Novat superviziya ham aytgancha shuni o'rgatadi. Kerakli joyda stop qo'yib, miya ishlab ketmasligi uchun kerakli joyda stop qo'yib bo'ldi. Ya'ni выяснять qilib, bu meni muammoim emas. Hozir chetga chiqish, ya'ni mana shu yerda o'zini hayotiga уже fokusni Dissotsiatsiya bo'ladi. Da, aynan shunda to'g'ri bo'ladi. Chunki mana shu yerda psixologlarga ham tavsiya. Ammo uveriyman, psixologlar ham eshitadi. Aniq bilaman bu narsani. Shunday ekan, bizni hozir psixologlar eshitayotgan bo'lsa, shuni bilingki, agar sizda konsultatsiyangiz tugagandan keyin siz mijoz haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki mijozni aynan kimdir ko'chada sizga gapirib siz o'ylashni boshlasangiz, agar superviziyaga murojaat qiling. Superviziya sizni как бы miyangizni subyektiv tomonlarini tozalab beradi, obyektiv joyini qoldiradi, siz yengil bo'lasiz ancha. Qo'rqmaslik kerak. Superviziyani ko'p holatlarda imtihon sifatida qabul qilishadi. Vaholanki bu imtihon emas, bu shunchaki sizga yordamchi, sizni hayotingizni, sizni professional maydoningizni yengillashtirib beradigan jarayon. Shunaqa ajoyib suhbat bo'ldi. Rahmat. Yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib ketishim kerak. Biz psixologlar doim o'qishda, o'sishda, izlanishda davom etamiz. Busiz iloji yo'q. Agar men hammasini bilaman, shundoq o'qib qo'ydim deb o'ylasak adashamiz. Chunki bizdan ertaga o'tayotganlar ham juda ko'p va biz mana shu joyda raqobat qilsak bo'ladi. Ya'ni ilm olishda. Ha. Mana shu eng arziydigan raqobat deb o'ylayman. Sog'lom raqobat. Chunki sog'lom raqobat ham kerak, chunki u bizga ambitsiya beradi, motivatsiya beradi, rivojlanishga yordam beradi. Va shuning uchun ham biz ba'zan mana interviziyalar qilamiz, hamkasblar o'tirib bo'lishamiz, nimalar bo'lyapti, qanday yangiliklar bo'lyapti, kimda qanday mijozlar bo'lyapti va bu norma. Kimdir izlanuvchi, masalan, Umida ko'proq narsani o'rganmaydi, Umid qanday ekan bu? Ayting, yaxshi ekan, arziydimi borib o'qishga desa ham, ya'ni mana bu sog'lom raqobatlikda o'saman, tavsiyasini ham beraman kerak. Qizg'anish yo'q. Ya'ni psixologlarda qizg'anish yo'q. Yana bir narsa, psixologlar
bir-birimizni qo'llashimiz va jamiyatga foydali bo'lishimiz ko'proq hozir kerak bo'lyapti deb o'ylayman. Albatta. Meni xursand qilayotgan narsa psixologlar hozirgi kunda rivojlanishyapti. Rivojlanyapti. Bir-birini qo'llab-quvvatlashyapti va bu bardavom bo'lsin, doimiy bo'lsin. Chunki professionallikda raqiblik, sog'lom raqiblik bor, nosog'lom raqiblik yo'q. Shunday ekan, bugungi bizlarning barcha eshituvchilarga minnatdorman. Nasib qilsin, o'ylaymanki, bu foydali va manfaatli bo'ldi. Mijozlar eshitgan bo'lsa, psixologlar boshlayotgan, u endi kasbni boshlayotgan hamkasblarimiz bo'layotgan bo'lsa, umid qilamanki, sizga foydali bo'ldi bugungi podkastimiz. Rahmat. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Taklifingiz uchun rahmat. Rahmat. O'ylaymanki, bu boshlanishi, hali ko'p Albatta. mavzularda ko'rishamiz degan. Inshaalloh. Keyin kutib qolamiz kommentariyada qani kimni qanaqa fikri bor. Men shu joyda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Bizga ham keladi, men u psixologga bordim, bu psixologga bordim. Bo'lmadi. Men aytaman, necha marta bordingiz? Bir marta yoki 2 marta. Men aytaman, siz oxirigacha bormagansiz. Ya'ni ishlash kerak bo'lgan terapiya bo'lgan joyini siz qilmadingiz, darrov bo'lmadi. Unaqa bo'lmaydi. Ya'ni bittada to'g'ri. chuda kutmanglar. Bo'lmadi emas, bo'lardi agar siz oxirigacha olib bora olganingiz deydi. To'g'ri. Demak, u psixologning aybi emas. Bu sizni shoshqaloqligingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil vaziyat bo'ladi. Ya'ni har doim bir taraf aybdor bo'la olmaydi demoqchiman. Albatta-da. demak- Mijozlarda shunaqa bor xohish, Da, tez borib, tez tez bo'lishi, olay, da, tez bittada xohlash. olay degan. Bittada olay. Demak, u psixolog aybi emas. Shunchaki siz shoshib qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki siz psixologni qanaqadir bilmayman farishtami, qanaqadir sehrgar deb qabul qilgan bo'lishingiz mumkin. Aslida biz bilamiz, hech qanaqa mo'jiza yo'q. Shunchaki hammasi bizning harakatimizga va ishonchimizga bog'liq. To'g'ri. Demak, hammaga omad tilayman. Eshitganinglar uchun oxirigacha rahmat va fikringlarni kutib qolamiz. Let's go.